Farda palma deb buni ham reklama qilib beryapmiz aka. Bu palma emas, banan. Hamma meva solmaydi. Bizni mana iqlimga to'g'ri kelmaydi. Abi video olyapsiz? Aytib ko'rmaysan. Assalomu alaykum. Obunachilar, charchamasdan, sog'liklar, qo'ylar, tovuqlar hammasi zo'rmi? Voy, 3 million 100 ming so'mlikdan o'tgan safar talamash bo'lib ketdi. Aynaqalardan so'raganlarga keldi. Ozgina kam 150 bosh qo'y keldi. Aytgan xilingizdan qo'chqori sog'liq bor. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Ukamizning mehnati yoqsa bitta-bittadan like bosasiz. Sekin kommentariyga fikrni bildirib qo'yasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum Faxriddin Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Abror akamizni qo'y fermalaridamiz. Mana bu yerda sotiladigan qo'ylarning narxini akalar sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Akalar, videolarimiz yoqsa bitada like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kunimizga chorshanba 8-iyul 2026-yil. Akalar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha maza qilib, like bosib tomosha qilaverasizlar. Bu yog'ida Abror akamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, bormisiz? Charchamasdan. Rahmat aka. Sog'liklar zo'rmi? Qo'zlar zo'rlar ekan aka. Bugun xudo xolasa bugungi qo'ylarimiz bir 150 tacha, salkam 150 ta qo'zlarimiz kelgan. Erkak urg'ochi, kichirrog'i, yirrog'i, narxi yengili, bozordan arzonni qilib beraman, xudo xolasa aka. Assortiment aka bugungi. Assortiment juda seroq. Ko'p, juda seroq. Sekin-sekin akalar bo'lib partiya qilib akalar sizlarga chiqarib beraveramiz. Aka, birinchi partiyamizda o'ziga nechta? Bu yerda 50 bosh ku. 50 dona akalar. 50 bosh. Bir pachka. Mana sizga aka, oyoq qo'li uzun, chiroyli qilib bularda aka yungilari olib qo'yilgan. Boqishga tayyor holatda. Qo'chqor sovliq. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor ekan aka. Bu yerda hammasi qo'chqor ekan. Ichida sovlig'i, pichmasi bo'lsa, shayda qolaveradi aka. Yo'q aka, unaqasi kafolat yo'q. Lekin aka, qo'zilarda ham nomer 1 bitta like bosib aka, telefon qilib aloqaga chiqing. Agar tepasiga kelib ko'ramiz deydigan akalarimizga tavsiya qilaveramiz akalar. Lakasdan tashabberlar yo'lda, bo'yida hech qancha emas aka. Yo'ldan 100 metr kirishar rosa kirishsa. Mana bu qo'zilarda qarang aka, dumbalari tik dumba. Chiroyli qilib akalar yungilari olib qo'yilgan. Boqishga tayyor holatda. Aka, qachon yetib keldi? Bugun ertalabda yetib kelgan aka. Yunglarni olib, mana hozir soatimiz 15:00, 15:30lar bo'lyapti. Demak, sotishga tayyor holatda ekan aka. Tayyor holatga keltirildi. Qo'zilar zo'r aka. Ishtahasini qarang, mana bu qo'yni qonidan bilib olsangiz bo'laveradi aka. Zo'rligida yemasa ichmasa mana shunday holatda kelmaydi. Qarang, tuyagi ham yirik. Maza qilib boqamiz deydigan akalarimizga 50 ta zo'radan kelib qoldi aka. 25 ta, 10 ta bo'lib ham aka sotilaveradi. Muammosi yo'q, to'g'rimi? Maqsad sotish uka. Bittaga so'rab kelsa ham sotaveramiz. Bittaga ham sotilaveradi aka. Yuzlariga ham yaxshilab e'tibor berib kuzating. Tiniq. Yuzlari ham bunni oqqani yo'q ekan. Uzunligi, gazi bor qo'zilar. Aka, nima deymiz? Yosh oyligi qanaqadan bulardi? Yosh oyligi uka 5 oylik plus-minus. Ichida bitta ham 4,5 oyligi bordir, lekin badani bir xil past hammasi. Deyarli o'zi teng standart. 5 oylik akalar plus-minus atrofida pullari uka mana shu 50 ta dedingmi? 50 ta. 50 tasini olamiz. 3 million 600 ming so'mdan ketaveradi. 3 million 600 ming so'mdan har doimgi gapimiz kami bor. To'g'rimi aka? Obunachilar, kulmang, nimaga kulyapsiz? Bitta like bosmasalaring-chi shu bolaning mehnatiga. Nohaq bo'lasizlar ey. Nimaki har safar sizlar uchun. Shu narx masalasiga kelganda, faqat men bilan shunaqa tortishsammikan? Yo'q, hamma bilan shunaqa. Nimaga har safar men bilan kelganda narx masalasi? Siz endi 36 deb tirab turmaysiz, to'g'rimi aka? Kami bor, to'g'rimi? Xo'p, mana aka 36 emas. 3 million 500 ming so'mdan berishsa olib ketishaversin. 3 million 500 ming so'm. Olib ketishmasin. Olib borib beraman qo'roqlariga. Endi aytaman deyapti. Men qilib beraman dastlabkasini deb. Aka, 3 million 500 ming so'mdan xayri ham bor, kami ham bor degan gapimiz qani aka? Bo'ldimi? Faridin, seryozni gap. Qo'limdan keladigan 3 million 500 ming so'mdan xayri sunnatiga ozmos o'taman. Ana. Dastlabkasini Samarqandgacha
10 tasini olishadimi? 20 tasini olishadimi? 50 tasini olishadimi? Dastlabkasini qilib beraman. Muammosi yo'q dastlabkadan. Muammo yo'q dastlabkadan. Dastlabkani umuman o'ylamang, ey. Telefon qiling, mash qo'ying, ma'qul keldi deng. Siz uyda yotaverasiz. Men qo'rangizgacha olib borib beraman, pulini ashiring. Barakasir bersin. 3 million 500 ming so'mdan. Aka, ketdi. Endi bittadan like bosib, telefon qilib, aloqaga chiqsangiz, ketdi mana. Optimga 3 million 500 ming so'mdan. Dadil o'tib beradigan yertilari bor. Lekin manini qara. Baridan dumbalari chiqdi, ishtahalari va karnaydi ishtaha. Molda ekan aka. Ishtaha karnay, qorinni qara. Rosa ishtahasi zo'r ekan. To'g'risi gap ishtahasi zo'r ekan. Ishtahasi yaxshi ekan lekin. Ishqibozlari bo'lsa akalar, yana ham Fahriddin, telefon qilib aka, yana ham Fahriddin. Yemay ichmay qo'ysa yo'talib bo'lsa, Abrorbek ukam deyishsa, sirazu almashtirib o'rniga almashtirib ham beraveraman. Almashtirib ham berilaveradi aka. Ha, unaqasi bo'lmaydi avvalo. Bo'p qolsa, og'on odam akam deynasida, maza qilib, baraka topib boqsin. O'zi to'g'rimi aka? Ishtahasi zo'r debman-ku. De oldiga bedasini solib qo'ysang, hammasi kutur yegandachi, olgan odam o'zi ashidi o'zida puliga rozi bo'laveradi-ku. Barakasini gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. 3 million 500 ming so'mdan. Aka, tanlab olishga holatiga qarab turib kelishamiz, a? Shunday. Endi 5 ta olsa ham beraveramiz. 5 ta olishadimi, 3 ta, bitta olishsa ham beraman. Maqsad sotish. Sotish bo'lgandan keyin bitta 5 ta, 10 ta, 50 ta nima farqi bor? Dastlabkasini qilib beraveraman. Ey! 5 taga ham sotib ketdi. Gap. 5 taga ham, 10 taga ham sotiladi. Narxi masalasida ozgina 50 ming 100 ming ag'bag'i o'ynaydi. Plus minusi? Plus minusi bor. Hammasiga xayr sunnatni o'tib beraman. Gap yo'q. Ketdi akalar, dastlabkasi Samarqandgacha qilib beriladi. Muammosi yo'q aka. Tez aloqaga chiqing, tugab qolmasdan. Bu endi aka birinchi partiyalarimiz. Hurmatli obunachilar, endi akalar ikkinchi partiyamizga suyak yirigidan. Yemga tayyoridan so'ragan akalarimiz bo'lsa, soni nechta ekan aka bu qo'zilarimiz? 18 dona aka. 18 dona akalar, oyoq qo'l uzun. Oyoq qo'llari uzun. Suyak yirik ekan aka. Badani ham yo'g'on variantidan aka. Badani ham yo'g'on ekan, janavarlarga qarang. Bularni sirazi olib borib yemga tashlashaveradi. Xudo xolasa 6-7 oyda shu 100 kiloni uradi aka. Yaxshi yem berib tursa bo'ldi. O'zini qo'yib bersa aka. Yaxshi yem berib tursa bo'ldi. Mana o'zi badanini qara. Boquday qo'yga o'xshaydi o'zi. Janavarlar aka, badani semiz ekan. 18 ta aka, bir pachka. Mana bu tarafga qaytaraylikchi. Hammasi qo'chqormi, so'lig'i ham bormi? Yo'q, hammasi qo'chqor aka. Hammasi qo'chqor variantidan aka. Hammasi qo'chqor. Xudo xolasa bular yem ozgina arpa yegan xolos aka. Yem yegan emas, o'tda o'zida tog'da adirlashlarda yurib mana shunaqa holatga kelgan. Mana shunday holatga kelgan. Kashtangni qarang aka. Kashtanga bitta like bosib qo'ying. Yosh oyligi. Yosh oyligi 6 oylikdan o'tgan. Hammasi. 6 oylikdan o'tgan. Oldi 7 oylik ham bo'lgan mana. Mana misol, mana 7 oylikdan dumbalari tik dumba. Aka puli. Puli Fahriddin. Nech puldan deysiz? Qo'ylar zo'r aka. Qani? Yana tortishmaylik bo'ladigan narsa. Kelishtirib ayting. Xo'p, uka. Ana qarang narxini. Bir joyga ketsa 4 million so'mdan dastlabkasini qilib beraman. 4 million. 4 million so'mdan. Ana bor uncha xayri sunnatiga ozmoz o'tib ham beraman. Videoda aytamizmi? Yo'q, uni o'zlari telefon qilishsin, alohida aytaman. O'zlariga o'tib beraman. Kelishdikmi? Chiroyli o'tib beradigan ertangiz Xudo xolasa xursand qilib, men bilan ishlaganiga mamnun bo'ladigan darajada qilib beraman. Bunga ham o'sha gap. Olib borib, yemini berishganda lekin bular bo'yi aka 75 plus. Ha, 75 ham chiqadi. Endi bunday deylik, ichida 70 sm, 72 sm ham bor. Uni dangalni ichish kerak edi, misol olgan odam ham. Meni aldabdi videoda, yo bo'lmasa bular yolg'on gapni gapirar ekan demasin-da aka. 70 plusga olishaversin. Shunday bo'yini o'lchaymiz videoda, telefon qilishsa. Videosini tashlab beramiz. Ko'rishadi shunday realniy holatini. Hozir misol mana videoda hammasini adden o'lchash imkoniyati yo'qdir, lekin alohida video qilib beraman. Alohida videolar akalar tashlab berilaveradi, muammosi yo'q. 4 million so'mdan aka bitta like bosib, telefon qilib aloqaga chiqasiz. Videolari tashlab beriladi, to'liq ma'lumot aka beriladi. Bu endi aka ikkinchi partiyalarimiz, a? Bu ikkinchi partiyamiz. Endi bundan buyog'iga xudo xolasa sog'liqlarimizni ko'rsatamiz. Puli bosh yengillari ham bor.
Akalar 3-partiyalarimizga endi sovlig'idan so'ragan akalarimizga mana sizga aka sovlig'idan chiqdi. Nechta ekan bular aka? 30 boshku. 30 dona 2 kishi, 3 kishi, 4 kishi, 5 kishi, 6 kishi 5 tadan olsa ham kerak to'g'ri aka. Beraveramiz. Muammosi yo'q. Sotish 6 yerga ham adden 4 ta olasizmi, 5 ta olasizmi, telefon qiling, ishingiz bitadi. Qarang, sifatini dumbalar aka, tik dumba, chiroyli qilib bularni ham yungilari olib qo'yilgan akalar. Olib borasiz, sekin-sekin yem-hashagini aka vaqti-vaqtida berib qo'yasiz. 30 ta sovliq ichida qo'chqor pichmasi yo'q, ha? Yo'q, hammasi uka sog'liq. Quyruqlari ochiq. Ertangidan xudo xolasa naslga qo'shaman deganga ham rasiz yaxshi zot beradigan. Janavarlar aka to'nidan ham bilib olavering, yebichara qanaqaligini. Janavarlar. Aka, necha oylikdan bular? Qanaqadan? Bular 4-5 oylik uka. 4-5 oylik atrofida. Eng qizig'i pulida-ta. Nech puldan deymiz? Puli Fahriddin bunday qilaylik. Dangal bo'ladiganini aytaman. Chunki o'zi sen bilan bo'ladiganini aytadigan bo'lib qoldi Fahriddin. Bir joyga ketsa, 3 million 700 ming so'mdan dastavkasini qilib beraman Samarqandgacha. O'zlariga xayr sunnatiga chiroyli qilib o'tib beraman. Telefon qilishsin qiziqqanlar, bo'ylari baland 70 sm, 73 suyagi yirik ekan. 73 sm chiqadigan qo'zilar bor. U yaxshi nasl beradi. 100 dan o'tib berasiz 36 dan. Menga shu safar xo'p deb aytganimni qilaver, olishaversin, maza qilishsa, baraka topishadi-ku bulardan. Bo'pti, xayriga o'tib berasiz aka. Xayr sunnatiga chiroyli qilib o'tib beraman. Dastavkasini ham qilib beraman uka. Barakasi. Dastavka bor. Dastavka O'zbekiston bo'ylab ketaveradimi yo Samarqandgacha ham? Samarqandgacha qilib beramiz biz uchun to'xtam. O'zbekiston bo'ylab kelishilaveradi. Kelishilgan holat. Kelishilgan holatda ketaveradi. Ag'a ham bag'a ham yurilaveradi aka. Farqi yo'q aka, muammo bo'lmaydi har holda. Dastavkasini nima o'ylashmay qo'yishaversin. Telefon qilib aloqaga chiqing. Ketdi. Maqsad bugunga sotish akalar. Sotib tugatib yangi partiyalarni olib kelish. Bu endi aka so'nggi partiyamiz yana bormi? Yo'q, yana bor. Bundan ham pul yengillari bor. Sovlig'i ham qo'chqari ham bor. So'nggi partiyalarimizga mana sizga yanada puli yengilidan so'rovdimiz aka. Lekin qo'zilarda encha suyagi yirik. Maza qilib boqamiz deydigan akalarimiz bo'lsa, qo'chqor sovliq aralash aka. Qo'chqor sovliq aralash. O'zi mana Fahriddin qulog'ida yaltiroq belgisi borlar, o'shalar sovliqlar. Aha. 16 ta sovlig'i bor. 16 ta sovliq, 15 ta qo'chqorimiz bor-ku. O'pshi soni 31 dona ekan aka. 31 dona. Pul bo'lsa 4 ta, 5 ta, 6 ta qilib tashab qo'yadigan akalar variantidan. O'zi Fahriddin o'tgan gal shunaqalarimiz talamashib ketgandi. Hop. Sotib bo'lingandan keyin ham rosa telefon keyin. Bu gal ham xudo xolasa yaxshi niyat, shunaqa chiroyli arzon narxda qilib beraman. Olishaveradi. Aka, yirakligi o'rtacha 65-70 plus minus atrofida. 31 ta soni ham aka. Sog'liq qo'chqar aralashtirib olaman desangiz ham sotilaveradi. Optim deb o'ylamang. Bittaga ham sotilaveradi, bo'lib olsangiz ham sotilaveradi. Ha, bittaga ham beraveraman aka. Maqsad sotish shu. Bularning yosh oyligi qanaqada aka? Yosh oyligi 4 oylik, 3,5-4 oylik deng. 3,5-4 oylik o'tirasiz. Raz o'tqa yopishadi, hech qilib. Bular ishtaha вообще dahshat. Aytdim-ku, Fahriddin. Ishtaha zo'r ekan haligini. Ishtaha kamboy endi. Mana sizga aka, pulini qanchadan deymiz? Narxini kelishtirib aytingchi. O'tgan safar 4 ta qo'ydi, talamash bo'lib ketdi. Ha. Bu safarga ana 30 bitdi. Hop, Fahriddin. Har doimgidek yengil. Ha. 32, 33, 34 demayman. 3 milliondan. 3 million 100 ming so'mdan o'zlariga ozmas xayr sunnatiga o'tib beraman. 3 million? 3 million 100 mingdan. Dastavkasini qilib beraman. Bitta olishadimi, 10 ta olishadimi, hamma olishadimi, dastavkasini qilib beraman. Samarqandgacha. 3 million 100 ming so'm. Kami bor aka. Ha, kamini qilib beraman dedim. Xayr sunnatiga o'tiladi aka. Barakasimiz akalar, xayri kamiga 3 million 100 ming so'mdan qarang. Arzonidan so'rovdingizmi? Tez aka aloqaga chiqing. Kami bor, o'tib beriladi aka. Qo'ylar ko'rib turibsiz holatini. Mayda shuyda kichkina qo'zi emas aka. Kichkina barra qo'zi ham 2 million 800, 2 million 500 ming bo'lyapti. Bu shunaqa. Hali sut qo'zilar, bular hashakka o'tgan. Aka. Hashakka o'tgan bular. Xudo xolasa ozgina yem bersangiz, yemni ham yeyveradi. Donaga qanchadan deymiz aka bularni? Endi donaga uka kelishadi, tanlashadi, ustida gaplashamiz. Ko'p emas.
50 ming, 100 ming, nari berisi bor-da. Endi telefon qilsa, kelishamiz-da aka, to'g'rimi? Shunaqa. Hech qancha farq qilmaydi-yu. Bugunga shularmi? Shular uka, xudo xolasa mana shu oxirgi partiyamiz. So'raganlar uchun topib berilaveradi. So'raganlar uchun xilidan topib beramiz. Ey, ertaga to'ysidan kelyapti. To'yga 100 kilo, 120 kilolik so'rashsa unaqasini topib beramiz. Katta qo'chqorlardan ham bor. Ha, hammasidan bor. Assortiment keng akalar. Bitta like bosib telefon qiling aka.